Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Salovat tunajini afzalligi haqida. Manahij hasanot kitobida aytilishicha, buyuk olim, huquqshunos va muallif Imom Ibn Fayqihan rahimahulloh aytadi. Bir shayx Muso Darir rahimahulloh dindor kishi o'z hayotiy voqeasidan shunday hikoya qiladi. Men bir kemada suzib ketayotgan edim. Birdan kema cho'ka boshladi. Shunda meni mudroq bosdi. Shu holatimda men Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim. U zot sallallohu alayhi vasallam menga maxsus salovatni o'rgatib, buni kemadagi barchamiz 1000 marotaba aytishimizni buyurdilar. Bizlar ushbu salovatni 300 marotaba aytishimiz bilanoq kema cho'kishdan to'xtadi. Shundan so'ng bizlar falokatdan omonda qoldik. U salovat quyidagicha edi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'i ahvali wal afat wa taqzi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghoyat min jami'il khayrat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qodir. Ma'nosi: Allohim payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga shunday bir salatu salom yuborginki, u salatu salom ila bizni xavotirlardan muhofaza et. U salatu salom ila barcha hojatlarimizni ravon qil. U salatu salom ila bizlarni barcha yomonliklardan uzoq qil. U salatu salom ila bizlarni eng yuksak darajalarga chiqar. G'oya va maqsadlarning eng oxirgi darajasiga bizlarni yetishtir. Bu durud shirkning har bir so'zidan xoli va ahli sunnat val jamoa olimlari tomonidan tavsiya etiladi. Allohning barcha aziz avliyoullohlari barchasi bir ovozdan durud tunajina barcha kasalliklarning eng yaxshi shifo ekanligi haqida hukm chiqarganlar. Bu durudning afzalliklari inson tushunchasi bilan chegaralanmagan. Inshaalloh quyida bu durudning foydalari va afzalliklari haqida keltiriladi.